kılar baxtni nişan Arzu üçün mağan yolida Acır tapar ter tüken insan Taqdir har kimning o'z qo'lida Davrimizning to'r cho'ponlari Yurakda bor o't armonlari Davrimizning to'r cho'ponlari Tushal erkak qiz o'g'lonlari Visol topar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Visol topar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Kelin yigit qizlar sahniga Kutar sizni talay va pursa Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Kelin yigit qizlar sahniga Kutar sizni talay va fursat Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Davrimizning to'r cho'ponlari Yurakda bor o't armonlari Davrimizning to'r cho'ponlari Tushal erkak qiz o'g'lonlari Visol topar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Visol topar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Ekran aldırıcı qadrli görmələr, tordaşlar hazır görüyotqanlar bolsa, hər millət xanım qızlarımızdan yaqtırışığa erişib kelayotqan, yəni fancy tibbi teri asrash buyumları tajdarlığıdaki dereceden taşqiri tor çolpanları programımızı. Bu səhnimizdə bizning tor çolpanlarımız çaqnaydı, julandı. Bugün ularning işbası qandaq bulduğandı? Sal saqlab turunglar. Dereceden taşqiri tor çolpanları programımızı Şinjanның esil mahsulotlarini texmi ko'p kishilarga tunishtirg'isi. Mikro video va tordan naq maydonda ko'rsatish orqali tirishchan yoshlarımızning go'zal arzu armonlari bu sahnada visol topqisi. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alqışıga erishgan fancy tibbiy asrash buyumlari programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abida tabiiy mineral suyu programımız bilan alayda hamkorlashgan. Hozir to'ygi suti parashugi, hozir to'ygi suti atganchi, hozir o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherkiti programımız bilan alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mol setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Mush munosabat bilan programmamizning tajdarligini o'z ustiga olgan shundaqla hamkorlashgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla bundan keyingi barcha ishlarga utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Ekran aldırıcı qadrli görmələr, şundaqla tordaşlar, unda bo'lsa bizning bu san programmamizdagi sahnimizning yarışığı bo'lgan ustozlarimizni tanishtirib o'taman. Diqqatinglar tanishtirishimda bo'lsin. Munavvar ayol karxanchi, Bahar şirketining qurg'uvchisi, Fancy markasining barliq keltirguvchisi, necha ming kishilik kollektivning yo'l boshlamchisi bo'lgan suyimli qiz Munavvar, qarshi olamiz Munavvar. Xinjiang Toyluq xalqaro savdo şirketining lideri Obul Hasan apandim. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Xinjiang Nobel Karxan boshqaruv şirketining qurg'uvchisi, Karxan maslahatchilik yetakchisi Xadija Ma'lum. Qarshi olamiz do'stim. Parij 3-cho'ng maktabining Karxan boshqarish kasbini bitirgan, 5 xil tilga pishgan, Miran darajadan tashqari til o'rganish usuli nomli kitobning avtori, shundaqla negizlovga kasbining barpochisi Nurmamat Ma'lum. Qarshi olamiz.
Ekranları qadrli görmənlər, tordaşlar, əlbəttə bizning dərəcədən təşqiri tor çolpanları proqramımızın hər bir sanda biz üçün əcr sığdırıb atqan, bizə özününki təcrübələr arqılıq, erişkən bilimlər arqılıq mehnət yetkizib atqan tümlük çolpanlarımız var. Əmdi çolpanlarımızı tanışdırıb etmə. Yəni izchil ekran arqılıq, səhnə arqılıq, proqramlar arqılıq bizə hər xil şəkildə xoşallıq, şundaqla mənəvi zoq ata qılıb kelayotgan suyumlik adam Şinjan Radio Televiziya stansiyasının dağlıq rejissoru El Söygen çolpanımız Xasiyat Qurban qarşılamız. Xasiyatda xush kelibsiz. Onundan başqa yana bir kelishgan yigit bu bor. Bu yoq bo'lsa, olqishliq naqshchi, ko'z ko'ringan ijodiyatchi, yana ham muzika akkordlashtiruvchi. Anglarmanlar, ko'rmanlar bu yigitni muhabbat kuychisi deb atashni yaxshi ko'rdi. Keremjon Muhammadali qarşılamız. Xush kelibsiz. Programımız intayin qizg'in kayfiyatda ilib berilyotdi. Albatta mahirlarimiz bu bir-biridan qaltis bizga o'xshamagan yangi tuyg'ularni ata qilib kelyotdi. Biz tor cho'lpanlar uchun shundaqla programmamizga qatnashgan mahirlar uchunmi shunchalik yaxshi mukofotlarni ta'sis qildik deb o'yladik. Unda bo'lsa endi men bir o'qib bitay. Ya'ni bizning programmamizga qatnashib birinchi daraja mukofotga erishgan mahirimizning mukofoti bo'lsa, ya'ni 300 ming mablag' bilan qurilgan büyük shop. Sizden qishingizki yakshanba bozorining, ya'ni mush bozorining Yanshang Pingtayning 15% pay huquqi berildi. Ikkinchilikni qo'lga keltirgan mahirimizning, ya'ni tor cho'lpanimizning mukofoti bo'lsa, Aloy Roma yurishlik mahsulotlarining obraz vakili bo'ladi. Mana bu intayin bir yaxshi mukofot ekan, obraz vakili bo'lish. 3-chi, shundaqla 4-chi darajalik mukofotni qo'lga keltirgan mahirlarimizning, tor cho'lpanlarimizning mukofoti bo'lsa, Fanshing madaniyat tarqitish shirkati bilan to'xtam tuzaydi. Ya'ni qaysiyatni to'xtam tuzaydi deganda torda naq maydonda bevosita ko'rsatib, mol setish jarayonida intayin kasbiy bo'lgan, muntazam bo'lgan, sistemlik bo'lgan tarbiyalashga erishdi. Tarbiyalashga erishgandan keyin fansilarining, ya'ni mas'ullarining soni kundan-kunga oshib bordi. Naytı bir kasbiy bo'lgan Jibotay qo'y, ya'ni torda naq maydonda bevosita mol sotadigan bir riyosatchiga, kasbiy riyosatchiga aylandi. Uningdan boshqa iqtisodiy kirmimi alayda yaxshildi. Barliq mahirlarimizning, tor cho'lpanlarimizning programmamizda ifodasining yaxshi bo'lishini chin yuragimdan umid qilaman. Tirishaylik. 挑着担，我牵着马。 Yok meylim yok deme, köydürmedin sen, pervayim yok deme. Asas kırmağınız doyundaki muş milliyetçi kiyim setiştin kilemdi. Avaz kəsbidən mi kırdı? İkisinden kayısı da yukarı. Əlbəttə doyunna. Mana Aylak kırmağınız yukarı boğanda 30 min qıydı. Әмді сәкнімізге çıkmakçı болған mahirimiz kimdi? Diqqətinizlə davamlıq ekranımızda bo'lsin. Men dehqon o'g'li Mehmet Recep Mehmet. Kichikimdan boshqalarning echilib kulgini ko'rsam, shunchalik harduqim chiqib rohatlanib ketardim. Yomur kulki bo'lsa, san'at gulzorimniki kam bo'z bo'lmaydigan, boshqalarga ma'naviy zo'q ato qilgan muhim omil. Men atrofimdagi kishilar bayqagan va yoki bayqalmagan qiziqarli ishlarni qisqa video shaklida do'yin usta keng ko'rman do'stlarimga sunish orqali turmush besimlari ostida hech charchagan har bir qalbga oz bo'lsa-mu xushallik ato qilib kelyapman. Men darajadan tashqari tor cho'lpanlari sahnasiga va keng ko'rman do'stlarimga texmi mo'l bo'lgan ma'naviy zo'q ato qilish istigida keldim. Əmisi... Oy, açmaptım. Əmisi hürmetlik kürmen aziz dostlar. Hazır ciborumuzda başlatmaz. Ben ciborunu başlaştım buran hem de muş üzemlisizlikle bir tunuşturup atay. Ben sizinki ayrılmaz kızıkça en aşağı, size en amrak dostunla metrosu cibordan hem malığı salamlık olsun. Hem de bu türüge dep koygan buluğa bu neymiş gitken bu da çakça. Anda olsa muşu bizim tordaş dostluk kişip boğuça hem de ben bir size yumur etip bey endi mene bilsizlar minglar men edasiz bir falokat bala hamda olsam urunukni o'rgatmak qopsam jo'zni chuvatgan bala shunga miyada hamda qilib olmas shunga yeni bir gap
Ben bu şu tünigen bir ağinem bilen piki kıtkanı değişip koygan hem de şunu bugün şu fikrimiz var. Şunu bu tordas dostlarımızdan hemimizden kişigem demesli bir işkelimi yumur etip bey. Anka çağlı yıkılıp kalsa anki fikrimizi baş etmez makamaz. Şaşırma makamaz. Ben bu şu aval esamkamdaki yumurdum bir payda etip bir makamaz. Mesela aslında bugün anlap bakmakına. Bu şu bir güne esamkamdan keyfiyat naid yaşkende. Şuna öykü ayalığı depti. Vay hutun ben şimdi bir gün oyun kapırmen. Desem esamkamın hutun naid hoşup gitti. Şunun olan esamkam yani ayalığı depti. Hutun anda olsa bana benim çapica köyünü kim açık. Degendeki bu esamkamın hutun brandak şundak çıktı. Vay bu köyünü kızı yiyip tasap ben sanırım erik vetkendiyse esamkam turup gitip buna. Anda olsa bana benim köyünü kim açık. Degendeki bu esamkamın hutun şundak çıkırıp yeni çıktı. Çıkandaki vay bu köyünü kızı ben yiyip tasap sanırım erik vetkendiyse esamkam turup gitip buna. Vay anda olsa bana benim yiyip tasap sanırım beri vetmemse diyerek. Çabuk ha. Kalab oldum anla. Hemen kana. O bugün eş bitti mi mi cibot adamla? Tünigen töz adam çıktı bugün 550 adam bulaptı bana. Amese tordaş dostlar ciborumuz da hazır başlatmaz. Heras kana yoklamaya kılvatıla. Tünigen ben kana Mat Kasım sınıfı kişim 6-8 mor şualık vattım makama bugün aymayl yudigen şualık kılla. Bugün şaşırlı makama banka çıkmışsan olmaydı. O Ayşam Khan sınıfı gidanma. Aşağı işkimiz. Ya digilomaydı ama o kadar. Hani konumuz yakın boğandaki ya da bugün abi şaşırlı makama mesela. O mesela karşı bir kişipte mesela. Siz şaşırlı makama bugün medap koy. O Metyasın. Ay tala. Nimiş kısasın buna çok kiymeyin. Nakabır cubana hiç boğulu verdi. Kaçını kiysanla başı sokamam da buna. Siz menet tala geneysile cin. Uy. O. Cin iyisiler inemedi. Sen mi kişisine amesi körmen dostlar hazır. Muşu nak meydan ciborumuzu başlatmaz. Amesi bakki kaçırlı makama şaşırlı makama mesela. Başlandı mesela. Bugün banka çıkalığı mukafat var. Kadar mukafat var. Beşimlik tumukan vurdu sizge. Mesela başlandı. Teyarlık. Mesela ben yakkamayı makam beni yakka tutmanla. O. Abi kalap tumanlı bir adı kalap tumanlı bulmaydı. Karıştırıp eski makama. Hele bizde yeni varsa bir adı kalap turaman. Estağfurullah. Oldu manlı mındak. Attı. Oy. Az kaldı. Al kuşanla az kaldı. Cayu. Az kaldı. Ama bugün yeni varsak ammalıkı mukabat olmak ama. Ma amca ne çok ne kısılık kızıkçılık molluk atıp yok şu be. Kasınlık kışkı maksat amca bu da bir bizim kollap kanlı bizim Yok şey yesil ağinem cın. Şişe dago. Şişe cın uğavalı Az kal. Şişe dago. Şişe. Yesil ağinem Yakşı yandık. Vay. Orası mıda bir gepeydi bugün maaşo ben dercin taşkıra çolpalla sahneski programı çıkılı var dem. Şunu bugün vaqt mı düşüp kapta yine. Ben ayakkabı mesela boğmaydı. Kağınla eti del müşahede. Yani bakalım ben zorsu butken eti müşahede acıtılmak ama mesela. Rahmet demesin bana benim kolluk Allah. Hemmelik rahmet. Ben sesle abdayan talaptı bekken. Bol demde. Bu kürmeli küllükümü de eştumusam taka tezip giditken bu cibodan. Cibon eç yürüp Muhammed men de şuna kulak turuptu. Derhal programı kabamısam boğmaydı. Öndergen semine. Orundukum sim ketip gitken.
Mehmetcan taz çapatattınız jumu. Manda yalğız kişilik itot orulamak osan emese. Bunda bu sendi körmenlerimizge, ustazlarımızga özün sunuşturup ettin qeyni. Yaxshi sizlar ekran oldidagi ko'rmanlar, ustozlar. Men mushu Xotan shahar GS'dan keldim. Ismim hamda Palakat Mehmet Taz deb hamda shular laqabim bor. Ammo ismim emas. Men davomli shu mushu filmlarimda to'la yo'q qolib shu molla qilib shunda bir obraz yaratgan ekan. Shunga meni Palakat Mehmet Taz deb shunda mushu xalqimiz qolib qo'ydi. O'ta xalosini shunga bilan men bu shunga bo'ysunib Palaket Mehmet Taz. Hamdi bu sizning shu to'rdagi ismingiz shundaqmi? Qancha vaqt oldi? Bununla tahminen şu 5 yıl oldu. Ben bu torunumuzki kadem baskan çağızda bu Doyun Kuayşo diyen bu bramını okumaydım. Bu şu Salıl'da, şu aktörlükünü ügünüp şu Salıl'da film işte başında kısa video işte. Baş salondan başlagan. İkinci kademde şu. Hem de ben bir komediye artist olgan dikende bu xalqni kulturga qarshi bo'lgan ekan, masalan, do'yin qo'yishadilar, to yoki salondalar, o'sha xalqni bir ozroq kulgiga erishtirsam, shunga men qo'sh deb, o'sha do'yinga andikan qisqa video binasida ishlab chiqardim. Undan so'ng siz kasbiy tarbiyalanganmi, tarbiyalanmaganmi Mehmetcan? Men o'rganganimda o'sha o'rgangan kasbim o'sha ssenariy yozish, yozuvchilik, aktyorlik, andikan do'yinlik. Rejissörlük. Muş kesiplen ügendiniz şundaqmı? Amda men o do'yin kirgandan keyin ügendingizmi yoki uni oldidan ügenganmi? Uni oldida. Mana mushlarning hammasi sizga bir asos bo'pti. Shu ügünish bo'lganligi uchun mana hozirqida ko'z ko'rindingiz emasmi? 270 mingdan ortiq kintozlarınız var şundaqmı? 276 ming. 276 ming. Yana bir de ikki do'yinim bor, birinde 52 ming, yana birinde 276 ming. Amdin bu şu tor dünyasının yeni bir alaylık bolsa nemiken dese xalqamızga haddidan ziyade yaqinkençu. Mesela siz işte oylamsınız hem turmuş qandaq bolsa şu tor dünyasida mı şundaq bo'lganligimiz uchun pentozlarning soni jiqaydi deb oylamsınız yoki Endi bunu asas aşında desek bu temde emniyette mi olarak bir adamın ki bu her kadar bir kızıkış bir iş bazı işler kendi vücudu olmasa bakar. O alaka bazı alaka okşamaydı adam degen mücaz hayatı okşamaydı mesela bazılarında alaka sahnede yumursak emniyette neydi alaka mındak. Ama bazılarında emniyette mi bu sahnede mi ems aşında bir kıl yumursak alaylık var. Doğru. Onun başka sizin yani başkalarının alayda jalip qo'yatgan tarifiniz olsa yerlik seviyeniz deb o'ylayman. To'g'ri hamda. Men bu o'zimdagi alaqanda ani boshqalarni do'yishmiz desak, hamda joyi do'ra olsak-ku, ma qilal deydi. Qilamiz qanlay atalni. Do'ramiz manda qiyibdi deb adamni alaqqa bir xil ashunda mazaq qilgan ishlayapti. Shunga. Unisiga men hamda rost gap qilganda maktabda o'qigan, lekin men alaqa oliy dasho binko o'qimag'li. Yamayra. Men shu o'zim bir dixon oilasida, o'zim bir dixon bo'lgan ekan, ishlagan filmlarimning hammasida asosiy yezim o'tini. Yezni aş dixalni aksiyatib aşılanıqqa hem dixalarımız arasında nurg'unliq komediyalik aşında qiziqarli ishlaydi. Dixalarning turmushi ha. Shuni mujassamlab azroq komediyalarchisak bak qiziqarli hammadan kelma sen kadrlik olsun, o'zimizning dixallik olsun bir xilalik yaqishliq bir film bo'lib bitib chiqatgan. Ash tarafni o'ylab ana shunda ishlab. Xo'shallik taqvat sizda? Ha. Qasiyatida. Yaxshimisiz? Yaxshi. İtotni bak yaxshi o'ynab berdingiz-ku bizga. O'zingizda baş aktyorlikdagi bir xil tug'ma talant bor ekan-ku yo'shurun. Siz uning o'zingizning tirishchanligini qo'shib, mana bugünkidek bizga nihoyatda haqiqiy, samimiy, sap, chin bo'lgan shu rasmiy do'yinda jibo qilayotgan bir holatni shaklini akab berdingiz. Mush bo'yicha davomliq tirishishingizini umid qilaman. Agarda bizdan shaxsan mendan qanday yordam lozim bo'lsa, men qilib bera oladigan ish bo'lsa, har vaqt izdisingiz bo'ldi. Ma'qul, Rahmat. Keremjon. Falokatjon yaxshimi? Yaxshi. Shunday yaxshi bo'ldi. Bugun maslahatimni bersam sizga hamda. Bo'lsa, shu kichik ariyaringizda hamda eng oxiri men shunda kutdim. U deb qolgan ishdan bir chiqis bo'ldi. O'zing yangi rollar mesela bir bangar dagırınız nima qildi yoki u o'zining balıngiz o'qib qolgan bo'lsa, sizga pulni sizning o'zingizning kasdagi pulni o'zingiz etayotgan bo'lsa, yoki mesela guanjongiz ozib qilib, ma'lum bir jiboda, bayaqi jiboda bir qiz sizga shunday jiq pulni etayotgan bo'lsa, qo'shib ketib, keyin qarasangiz, ayolingiz men otdim, qarasam bugun sal adam ozgan, shunga sizga bir rag'bat bo'lsin deb men qildim degan bo'lsa, bir hayajonlanib qo'shib ketgan bo'lsangiz, mesela shu hozir rollagan kichik ariyari orqali
nima demoqchiman sizlarga degan bir narsani balkim abay bir jibodan biz kiyim almashtirib kelib biliqi puzur kiyimdan oddiy kiyimga almashtirib jibo qilib yana puzur kiyimni qaytib mau programma qatnashganingizni isbotladingiz emasmi meni ashtaraq his qildim endi lekin buningda oxirida biz hayron qoldigan nuqtadan bir chiqib ketgan bo'lsa men shuni kutgandim bo'lmay qoldi lekin bundan keyin menimcha ash tarafga tirishsangiz bo'ladi hamda yana abay xasatidan deb ketdi bundan keyin hamda do'yin do'nshiping u bu narsalar qattiq taraqqiy qiladi shunga ssenariyalarni ko'proq yezib o'zingizmi ilib hattoki pulga sotsangizmi agar yaxshi chiqsa sizning muqim xaridorlaringiz bo'lib ketishi mumkin xili shirkatlarga masalan ustozlar bor dong shirkatlarning nimasiga to'p o'tkazishingiz mumkin ssenariyalar yaxshi bo'lib qolsa shu yaxshi bir iqtisodga aylantirib bo'lishi mumkin deb o'ylayman davomli tirishing rahmat Mehmetcan unda bo'lsa hamdi bizning shu naq maydonda bevosita mol setish bosqichimizga qadam qo'ydingiz ishonchingiz bormi Addasiz bor. voy mana qattiq ishonch borgan dosa qattiq ishonch bilan qani bir ekronni ko'rayotaylik siz bizga bugun bevosita mol setish rayonimizda Abida tabiiy muzluq suyini sit berishingiz kerak ya'ni Abida tianbin chuan suyini satsiz chataq bormi yo'qmi Udda chataq yo'q. mana qattiq chataq yo'q amsxini marhamat Yaxshimisiz ko'pchilik Karimli plakat Mehmet Azizdan menga otishlar olsun. Hammamizga tunishib bo'lgan Xotan daryosi, ya'ni Yurunqash daryosida hamda buni bilmaydigan odam yo'q. Buningda nurg'un tashi chiqib, nurg'un odamlar beyib ketdi. Lekin yana bir boylik bor. U bo'lsa-mo, bizning Yurunqash daryosida iqib kelgan Qarqum tig'ining kelgan azizab erkak suv. Shuningdan men payilib ishlangan Abida sap sulri hammamizning eng yaxshi tanlashlar edi. Hammam yoqtirib sizlarni yoqtirsa va qachon. yana bor vaqt bor. Yurmadi da. Necha sekund? 90 sekund berilgan vaqt hozir bayon ozroq bor. Nech pul bu? Bu su nech pul? Bugun nech pulga set bersiz? Buning bahsi asli 3 ko'yda. Endi bugungi o'sha e'tibor faoliyat bahsida 2 ko'ydan sadatmas. Faqatlam endi buni issingiz endi ish qilib haqiqiy suv ichganday bo'lsiz. Rahmatchimo. Biroz so'g'at bormi? So'g'at bormi, so'g'at? Bor. Bini olsangiz, bini sovuqitmiz. Wow, birini aspirin so'g'at qildik-a. Vaqt to'shdi. Ustozlar Mehmetcanning ikkinchi bosqichdan keyingi mahoratini ko'rdinglar. Hamsa Nurmamat ma'lum. Mehmetcan yaxshimisiz? Yaxshi. Sizlar bir buloq ekensizlar-ku. O'zingni yozdi ekensizlar, o'zingni o'rindaydi ekensizlar, hech kimga hojatinglar tushmaydi-ku. Uning ustiga sizlarni tutgan bir xaridor to'panglar, ham sizlarning mastanalaringlar, ham shu yerdagi asosiy dehqonlar, shu yerdagi yezdik kishilarga. Demak, sizlar zada kimlar uchun mulozimat qilyapsizlar, kimlar sizlarni yaxshi ko'radigan narsa kallangizda aniq ekanda, ashlarning ehtiyojini sizlar bilalaysizlar. To'g'ri. Bir narsa etib qo'yib qolsanlarmi? Hem sizning ehtiyojingiz nimaligini men bilmadim texe. Adet jiborliq mal setib baqqanmi, qiziqamsizlar? Endi men finsilini, masalan, yig'ibsizlar, endi buni nima qilmoqchisizlar? Endi men dastlabda o'sha do'yinga Abraham ishlab chiqqan chaqisda bu Wang Hong ananikin eliqi Finse degan bir narsani men bilmaydim. Faqatlam ashunga Abraham chiqarsak boshqalar ko'rgan ekan, to'xtab. Buning dalaqa boshqalarni salonda masalan gunja qoldi. Film chiqarib boshqalarni kuldasakmi, o'xshash ubutgan. Manda chiqarsak, manda ham bakroq chiqadam ko'rgan, bakka kulgulutgan, ham qisqa bo'lgan ekan. Komediyalik qilsak bakkulutgan, o'sha bakkulutgan deb. Men ashuni o'ylab chiqqan. Ankin o'ylamagandim. Ayda adam qo'shab og'irsa bu odamni ovib ketdi. An ko'rishda ham yaxshi bo'lgan ekan, hatto 10 million, 20-30 million anda ko'rgan ekan, shunga bu obdan emaskanmi deb, men iliqi film ishni sirtqi vaqtida yoki film ishlayotgan vaqtida qiziqarli qallam o'shunda bir ishni komediya kelib qolsa, taq men ayna qilib men o'tablamkanda, shalaqqa ani ishlab o'tib, ani chiqarib o'tib, men o'zimni ishni qilib maydamangan ekan. Keyin men xili uzunlik uchun 1 yillik uchun iliqi finsa ananiki Wang Hong deyotgan ishlarni o'chog'da tushundim. Az o'ylasam, ha buningda shunda bir aspas o'zimizga pul topib, iqtisodiy krim yaratib o'tganligini endi his qilib endi tushundim. Qanday qilib mush pintozlaringiz orqali pul tepish maqsadiga yetolmayotgan qiyinchilik bormi, yo'qmi? Yo'qmi? Bormi? Endi buni iliqi rat tartibini qolmayman. Rat tartibini o'qimaysiz. Qanday setishni, qanday qilgan chog'da mushu pintozlarni jalb qilishni bilmay qoldi ekanda setish jarayonida. Shu iste'mol to'pig'i tushadigan mahsulot orqali
qanday qilib shu iste'molchilarga sifatli bo'lgan yaxshi mahsulotlarni ta'minlab berish avval, to'g'ri. ularga tushadigan mahsulot tepish avval. Undan keyin buni shular yaxshi ko'radigan, qabul qiladigan shaklda setib chiqarish. Ya'ni o'zingizning hozirgi mush bevosita taqtidigan, siz yaxshi qila oladigan usulga bu sahna bek erkinkansiz. Bo'ldi, men tushundim. Rahmat. Minavar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizning sahnadagi shundoq ruhliq, jonliq, tetik oltingiz odamga bir xil zo'q beg'ishlaydi ekan. Bu tarafingizdan bek zo'q oldim. Ikkinchidan o'zingizga shunday shishind ekansiz, shunday bir xil bir ruh bor ekan. Davomli mushu tarafingizni ilqi to'liq joriy qildirsangiz, texim yaxshi natijalar sizga yor bo'ldi. Endi bugun sizning bu yerga kelishingizdagi maqsad asosligi mas'ullarni yig'ibsiz, lekin ulardan qanday foydalanishni bilmay qilib kepsiz. Bu tanlashingizga bek hurmat qildim. Chunki bilmagan lekin o'rganish kerak-ku. Ham sahnada shunday dadillik bilan e'tirof qila oldingiz. Endi bugun ekran oldidagi do'stlarimiz mis qolgan bo'lishi mumkin. Men biroz ko'pchilikdagi kamchilikni ko'proq deb qoldim. Men bu sahnaga sizga yaxshi bo'lish uchun yoki boshqa birisiga yaxshi bo'lish uchun chiqmadim. Haqiqiy holatda sizga yordam berish uchun chiqdim. Shuning uchun mening sizga beradigan taklifim, sizning aytotgingiz to'mpiyanda do'qunayt yaxshi bo'ldi. Lekin men qanday tuyg'uga kelib qoldim desangiz, xuddi hozirgi shenday bir narsani, hozirgi davrimizdagi moda bo'layotgan bir narsani 90-yil, 80-yil qaytarib o'tgandek bir tuyg'uga keldingiz meni. Mening sizga beradigan taklifim, bundan keyin siz dehqonlarni kuldirmanlam emas, dehqonlarga bir yangi ideyani berishni asos qiling. Shuning uchun o'zingiz yangi ideya bilan ko'proq uchrashing. Sizdan shunday bir narsa bo'lsin. Qabul qilamsiz. Qitmay. Kamtara, kichik belliq bilan hamma taklif fikrlarni qabul qilaman deb. Menimcha har bir ustozning bergan taklif fikrlari ma'lum darajada foydasi tegdi. Endi ustozlar chiroq yondiradigan bosqichimizga qadam qo'ydik. Qani, qaysinglar? Mamacha uchun chiroq yondirsizlar. Hadicha Malim bilan Minavar ikkilan chiroq yondirdi. Hadicha Malim bilan Minavardan ikkisidan qaysini tanlaysiz? Minavar xonim. Minavarni, nimishqa Minavarni tanladingiz? Kamchiligingizni toz ko'rsatmaganlik uchunmi? To'g'ri. Rostmi? Rost. Ha, anlay. Endi bu bizni dushman kuldirib so'zda, do'st yig'ilib bitgan bir maqol tamsil bor, lekin Minavar xonimning gaplari o'rinliq shunga. O'rinliq bo'ldi, shundaqla tarbiyalaydi deb o'yladingizmi? Mushu bevosita setish jarayonida sizga bilim beralaydi deb o'yladingiz, ha? Undan boshqa meni Mamajonning yana bir qoyilqon tarbi, ajab bir Minavar bir kamchiligini rost ko'rsatib berdi, ajab bir nimda qildigandi deb o'ylab qolgandim. Rost mening tabiiy ma'u chin yurak so'zim. Lekin Mamajon shunday kichik belliq bilan qabul qildi-ku, mushun bir ortiqchilik deb o'ylayman. Chunki biz o'zimizda bor bo'lgan ortiqchilik bilan kamchilikni bilgan vaqtimizda taraqqiy qilamiz. Chunki dunyodagi eng katta bilish nima? O'zni bilish. To'g'ri. Qabul qilish. Yaraysiz. Rahmat Mamajon, rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Gözüm içide mening simayim Ümitlik beqib turdu qarab Biroq sen shunda qilasan doim Uchrashganda ketasan aldirab Bugun bu yana uchratdim seni Yaqin dilda qo'zg'atdi havas Qara ko'zimda his qildi yurak Texi sen manga kuygandek emas Sening ketishing his qildi yurak Texi
Atımı şunda gider mi bugün Karaşlarımla bulamaylayım Sevgi denizi yıktıb yürgende Men bir kim içsem uzansayım Atımı şunda gider mi bugün Karaşlarımla bulamaylayım Sevgi denizi yıktıb yürgende Ben bir kim içsem uzansayım Gözüm içide mening simayim Ümitlik beqib turdu qarab Biroq sen shunda qilsan doim Uchrashganda ketasan aldirab Biroq sen shunda qilsan doim Uchrashganda ketasan aldirab Uchrashganda ketasan aldirab Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alkışıga erişken fensi tibbi asraş buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abide tabi mineral suyu programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Huzur tögüstü paraşugi, huzur tögüstü etkençi, huzur öşküstü etkençiğini işlep çıkargan Ürümçi Hayat Şirketi programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Şinjan Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi programımızın işleşini öz üstüge algan. En kesbi boğan kısqı video torda naq meydan bevas körüstüp mal setiş doğrusunda hemkarlaşmakçı bolsunuz, Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi bilen alaqlaşsınız boludu. Әмді сәйкінімізге çıkmakçı болған майырымız kimdi? Diqqətinlə davamlıq ekranımızda bolsun. Hello， 大家好，我现在是在拍摄我们超级网红这么一个栏目。 San'at o'tlari lovuldab turgan yurakda Zimistonning jo't chevirganlariga o'rin yo'q albatta. Men kun-kunimda yangilikqa intiladigan, tirishchanlik bilan hayot safarimga rang berib kelayotgan yosh madaniyat. Kichikimdan boshlab hech bir ishda men qilolmayman deb baqqanim yo'q. Mayli sahnalarda usul o'ynayotganimda bo'lsin yoki orzu armonlarim uchun notuni shaharlarda izdanganimda yo'liqqan chapolarim hech qachon mangan yo'limga to'salg'i bo'lolmadi. Nurg'un ishlarni qilyapman ham texnik ko'p ishlarni, yangiliklarni sinab baqqim bor. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlar sahnasiga texnik ko'p, aktiv energiyalik mazmunlarni ko'pchilikka sunish uchun keldim.
Oy bizden mahirler bir-birinden çıraylık, bir-birinden güzel, bir-birinden moda. Onun başka ekegen sanat numaralarımı intayin özgüce alayda. Karşılığımız. Rahmat. Aldı bilen tanıştırıp ötem sözünüzü. Naq maydandaki ustazlar, müşahtanlar hayırlı olsun. Yana müşü ekran aldaki barlıq tamaşalar, müşahtanlar hayırlı olsun. Ben bugün müşü sahnesine çıkıp özümden müşü artıqçılığını sizlerge müşte köstüp qığınımdan ben intayin hoş oldum. Mağmuş fırsat bəginalardan rahmat. Yimda umaq boy külüp turduğun külüşünü yaxşı görürken sizde. Şunun qoruqçıq. Nədi qoruqba? Medeniyet nədi qoruqba? İşxonda yedi qoruqluq, şunda çıraylı. Onun başqa medeniyet müşü külüp turduğun kızlarının adette turmuşum yaxşı buldu da boylayman. Kiləçikimi güzel buldu da boylayman. Şonlaşqa külüş unutup qalmaylı. Hər qandaq çıxamışdaq külki bilen yaxşı bir keyfiyat bilen muamele qılaylı. Siz neyim kesip bilen şoğulunusuz? Ben özüm Ali Mektepni müşü sayat başquruşda oqub bitadım. Lekin ben kichigimdan müşü sahnada çoğulğan ben sahnaning qizi. Hem meninki müşü iç-içimden sanatga bo'lgan qiziqqan müşü qallarım hozirgacha to'xtamaydi. Urg'ub turdi. To'g'ri urg'ub turdi. Kichigimdan müşü sahnada uyanlarni qo'yib, andan musobaqalarga qatnashib, kino ishlab degandek müşü kino qatnashib masalan. Kichigimdan bir ilqi balı çolpurni hamda qanday shotongsing deb o'ylayman o'zimni. Andan daşyonni müşü Liu Guanli'ni o'qidim. Lekin Liu Guanli o'qiyotgan jarayonda bir yaxshi fursat yo'liqib qolib, men mushu Zhongguo Tengxun Wuda Dasai qatnashib, bizning Xibei Sai Quanjun, ana bizning mushu Zhongguoniki Qiansan chang kirib, mushu Meyguo, Amerikaniki Bailao Hui Wuda Peishun Zhongxinga 20 kunlik fursat erishib, ham mushu Peishun qatnashib, nurg'unlagan mushu bizning xalqaro mushu Goji ilqi cho'ng mushu ma'lumotlar bilan fikr almashtirib, sizlarni o'rganib, mushta Peishun qilib kelgan. Lekin kelgan vaqtimda men Zhongguoga yenib kelgan usuldan shalaqada ko'zirvatdim. Ben özüm kiyim-kechakka bak amroq. Shuningga men mush kiyim-kechakninki mush qiziqqanligimdan mush kiyim-kechak savdosini boshlavatdim. Ham men mush Guangzhou'da kiyim-kechak qilg'ili 6 yil bo'ldi. Unda bo'lsa siz mushu kiyim-kechaklarni ko'rgandan keyin o'zingiz moslashtirasiz, shundaqmi? O'zingiz mush kiyim-kechaklarning hammani o'zingizniki yaxshi ko'rishingiz bo'yicha, shu go'zallik qarashingiz bo'yicha, lekin loyilab uni moslashtirib bo'lgandan keyin bevosita ko'rsatishda shu shaklda paydo bo'lsa, hozirgi hamdagi jiboda har xil shakllar bor. Bir xil kiyim bilan boshidil, yana bir xil buniki boshida yana bir xil kiyim kerak. Buning so'zi qanday bo'ladi? Yaxshimi? Yaxshi. Men chunki hozir mening jamiyat müşü, bütün müşü şenşangdaymiz. Mesela Douyin müşü fensilerimni. Ben 4 yılın aldıda Douyin oynashni başlagan. O vaqtlarda fensilerimden 100 mingga bağlan. Lekin men aralıqda bir müşü qatnash qaydasqa xilab qilib qo'yib, meni finxa qilib aytgan. Men Douyindan xaplab qoldim mendan. Shikerimchilik yomonlab qoldim. Andan yana yenib keldim lekin. Men biz chuqur bu tushishga qarab tamomlasak bo'lmaydi. Men yomonlasam meni hech kim yomonlab qolibsiz deb uyamga bordim. Bo'ldilar, men yenib keldim. O'zim yenib gap. Douyin o'ynayotqili hozir 20 yil o'tdi. Hozir punktozamning soni 50 ming baray dedi. Surat sal chaqqan. Nimishqa desanglar, meniki burundan tatib mushchilay qilgan o'zimning punktozlari bor. Burundan tatib men qo'njiqib kelayotgan. Ammo hozir undidarimdan o'ni bor. Onun önderlerimiz tuşağılık mesela. Ben bütün şenşandaki adamlarını şenşağı başladım. Çünkü toğramışı pensiyon kılışmışlarını özümüzdeki şenşağı başlaş. Bu bir nait bir çoğun fırsat dep oylayma. Şununla hazır Douyin'ni başlattım. Douyin'ni başlattım. Bu hem de şahsi bir sual buluş mümkün. Bayağılık Douyin'de finxa quvvetliydiniz. Neymi sebepten qatnaş qaydisiga? Şu poğaçılık qıp qalğanlıqdan. Hem mişedim o. Şu bütün ikram aldırki dostlarga bir sağ qalsın herkes yolda maşinayga shipping chiqarmanglar. Bu videomizni cho'qimlan qatnashimizga ixloq qildik. Nim degan samimiyat. Endi bu savol qanday javob berdiganda, agar bu savolni so'rasam, endi menga javob berishdan qechib qolarmi deb ansirgandim. Lekin har qanday ishni qabul qilganimizning o'zi bizning pishib yetilayotganligimizning belgisi emasmi? Bak yaxshi bo'ldi. Siz mushun deyish orqali nurg'unlagan bizning to'r cho'lpanlarimizga bir dars bo'lish, shunaqlarni to'rdoshlarimiz uchun bir o'rganish bo'ldi-da. Bak yaxshi bo'ldi. Sizga ishonch nereden keldi? O'zimdan. Çünkü meninki
Bunu hazırda 人生经历、人生阅历bək fonfu. Mən özüm 20 neçə yaş bolğanım bilan, lekin meningki hayatımda ötken, bişimdə ötken bütün işlər meningcə 50-60 yaşlıq apasdım mıcıq dep oylayma. 人生阅历bək fonfu. Paranlaşsak paranlaşıverdik ekanmiz. 2-3 saat paranlaşıyıdan oxşayman, lekin medeniyetdeki özgü bolğan işenç, onun başqa turmuşqa bolğan pozisiyası, hamda har qanday işqa bir iliqi to'g'ri muomala bilan qarashi meni bək ta'sirlantirdi. Oxşashlar ustozlarning shundaq bo'lishi mumkin. Xasiyatida Abayqi usulidilan buna bir jo'nye kelib, yaman bir huzurlanib ko'rgan to'q. Demek Amerika'daki bayla okuyuğa berip üyet 20 günlük bir fırsatga erişmek siz bek taleylikken siz cuma şunun qaraganda. Ben başta oyladım. Ras bek taleylikken siz bu hammadamga nisb bo'laveradigan talay emas. Onun ustiga ras adamcha kulib tuğanda cho'qim hamma ishlari yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Burunma men xil kulib turatdim, hozir g'am bisib oldim. Lekin abay sizning sahnaga chiqib usul o'ynagandan tatib hozirgacha bek yangwang bir xil adamga bergan bir xilliqi yiqishliqcho. Bayla o'qiyverib usulni shuncha ugunib kelib xalqarada kelib tashlab yüzürdüm dediniz. Nemişqa o'ynamaydigan bo'lib qoldingiz? Ko'nglingizni bek og'ritib etdimi bu usul? Adam özünün qiziqishi cho'qim bo'lish kerak, lekin biz yanilanmış amaliyotga yinib kelmasak bo'lmaydi. Men o'zim pulga bek amroq. Şununla ben özüm hoş yok adamda bağımıdı. Şununla ben oyladım, ben çokum özümge bir kesip qımsam bo'lmaydi ekan, müştaq özümnin kirimini aşırdığanğa. Çünkü ben 7 yaşdan tartib özümge tayinib bir aileninki zimmisini üstüge ilip keliyotgan qiz. Mening qildigan ishlarim noyta jiq. Endi kichigimdan müştaq bir lisang bo'lg'ashqa, arzuyim bo'lg'ashqa men chokum buni amalga oshirmay, vaqtni ching tutmasak qat'iy bo'lmaydi deb usulni hozir özümning qo'shimcha bir Ay xo'rangiz qilamiz. Sinchirim qildim. Bek yaxshi bo'pti. Men sizdagi bek bir g'ayrat, jasorat, burunqi men bir yangi maktab, oliy maktab bitaganda bek bir orzu, armonlarim jiq orzularimga yetolmadim sizdek. Lekin shundaq bo'lsa-mu, hamda o'zim ham davomli tirishqashqa ma'lum natijaga erishdim deb qarayman, lekin men o'zimning burunqi oliy maktab bitagan vaqtimni ko'rgandek bo'ldim. To'g'ri, o'ziga ishongan ayol eng go'zal ayol. Siz o'zingizga bek ishondikansiz. Mush ishonch bilan ma'siz cho'qim yana yaqin kelgusida buningdanmi cho'ng natijalarni qozona olaysiz. Bundan keyingi ishlaringiz texim yaxshi bo'lsin. Men sizni bek yaxshi ko'rdim. Rahmat, rahmat. Yaxshi ko'rma. Yaxshi bo'pkam. Yaxshi bo'l. Yaxshi tutdingizmi? Boya usulingizga gap yo'q hamda. Xasiyat adammiz ikimiz siz shu harakatni boshlab bo'g'ichili 100 numar qo'yib bo'ldik. Bir necha so'zlaringizga shunday ta'sirlanib qoldim. Men pulga bek amroq degan gapning o'zi nima deganda pul tepishga amroq demoqchi. Usul o'ynasaqmi bo'ldi, u san'at degan odamning hayotida kamboz bo'lmaydigan bir narsa. Mayli usul, mayli naqshi bo'lsin. Shaxsan men o'zim naqshchi, mening yana bir kasbim muzikant, yani bir kasbim ovoz tanishuvchi, mumkin bo'lsa, mush yaqinda men ancha-muncha tijorat qilay deyapman. Chunki san'at bizning bu ruhiy dunyamizni beyitsa, uning texmi go'zal bo'lishiga turtki bo'lsa, uning keyindan shu iqtisod albatta bizning amaliy turmushimizniki, moddiy turmushimizning texmi xotirjam va ko'ngilli bo'lishiga yo'l qo'ydi ekan, asta bo'ldi ekan. Bizning bu sahnamiz albatta tonilish uchun emas, biz qanday tonilganimizni To'g'ri. Boshqalarga so'zlab bersak, hikoyalarimizni so'zlab bersak, undan keyin shu tajribamizni bundan keyingi vanxon bo'lmoqchi bo'ladigan, to'rbatlar o'ynamoqchi bo'ladigan yoki to'rni qanday qilsam bo'ladi, men do'yini qanday o'ynasam bo'ladi deyotganlarga tajriba beradigan, boshqalarga foyda berishni maqsad qilgan. Undan keyin shu yuqorqi bizning suyimli ustozlarimiz orqali o'zimizning bundan keyingi yo'limizni texmi yaxshi bir quyuq qildiganga bir yaxshi sahna deb o'ylayman. Unda bo'lsa qolgan ishlar ustozlarimizning qoldi. İşleriniz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. İkinci bosqich bizning bevosita ko'rsatish, ya'ni bevosita etish rayonimizda belgilangan mazmunda mashg'ulot ilib boramiz. Unda bo'lsa diqqatimiz ekranda bo'lsin. Qani, aytingizga eng mos keladigan kiyimni tunishtiring. 请介绍春天最适用的服装单品. Chataq yo'qmi? Yo'q, chataq. Albatta chataq yo'q. Qani, marhamat.
Hello， 大家好，今天呢，我来给大家推荐一个春天最实用的一个套装。大家首先看到的这个颜色，它是非常的一个，就是春季盎然的一个颜色。为什么这么说呢？因为春天到了，大家应该把自己的棉袄都该脱了。尽显身材的时候终于到了。那么这套西服，大家看一下，它的面料呢是采用我们最好的纯羊毛的一个材质。这个呢，无论你是什么年龄，都是可以驾驭的。为什么这么说呢？因为你是不需要再去担心搭配其他任何单品。为什么这么说？首先，你的衬衣我们已经给你准备好了。好，这个的大小码是 S、M、L 到 XL 再到22XL 了。好，那大家再继续看一下，这个外套也是非常非常百搭，你可以搭配你的任何单品。还有它的裤子，也就是说3件套我给你全部准备好，你只需要搭配你的一个非常好看的首饰，还有一个白色或者黑色的一个包包或者你可以说你再搭配一个白色或者绿色同色系的，或者说你再搭配一个黑色的高跟鞋就 OK 了。这样的话呢，你就不用再担忧搭配什么衣服，又节省您的时间，又节省您的金钱。好，它的这个价格就在我们的小橱窗，大家快下单，仅限20套。好，接下来下一个，那这个春季单品是必不可少的，无论你什么年龄，无论你是什么肤色，你是完全可以就是驾驭的一个就是白色的一个单品。这个白色呢，它是一个非常显干净，就是让人非常感觉你很利索的一个单品。首先看一下它这个收腰设计。时间到。Ben bu iş qandaq bir əmdi məsil tapanıdı mədəniyyət. Muşu ağzımdan çıxan biti. Qaratla anlayıqıplı turub qaldım. Hazır qızlar nimdiyen qaldınız deb yaraysız. Davamlıq tırışınız pek suyunuvatımız, pəxrimatımız. Çünki muşu yeni bir iqimdən, yeni bir yüzünüşdən faydalanıb iqtisadi kirimimizni yaratish bilan birga jamiyatga qadr qimmatimizni namoyon qilish uchun pek muhim. Siz rost bizning hozirgi davrimizdagi yoshlarimizga ulgu bo'la olasiz madaniyat. Ustozlarimiz nima deydigan anglab boqaylik. Qani. Sizning numarangizni ko'rgandan keyin bu madaniyatning badanida bir necha parcha sungak qolmadi deb men shuni his qilib qoldim. Ajoyib chiroyli. Avlishimam. Intayin nafs nozik o'yindingiz sonda. Rahmat. Endi keyin siz dedingiz boya 4 yil ilgari men do'yinga kirib bo'lgan dedingiz. Men shundan qarab sizning tafakkuringizdanki odatdagi odamlarga qaraganda intayin ilgirligini his qildim. Yana bir ortiqchilik sizdagi o'zingizga ajoyib dahshat ishindi ekansiz. Shuning bilan sizning barliq masalalaringizning hammasi o'zligida hal bo'lib ketib bordi. Nima uchun o'zingizga ishonasiz? O'ziga ishonmagandan baxtli bo'lolmaydi. Nima uchun o'ziga ishonmaydi? Kelgusida pulni olib qolsam qanday qilaman? Mashina qilolmay qolsam qanday qilaman deb hayot anzirash tutib ketadi. O'zimizga ishonch bo'lg'achqa qiyinchilik taqobil tura olamiz. Demak, kuch ashundan keladi-da. Bayatdan maqsadga vaqtingiz bir narsani kam qilib qo'ydingiz. Nima degan vaqtingizda bu kiyim-kechakdan cho'ng kichik kelib qoladi. Qo'rqmay iste'molchi do'stlar, shadan qilaveringlar. Cho'ng kichik kelib qolsa, ikkilanmay ya pochta haqqini hech narsani tutib olmay qaytaraverman desangiz yamash tegadi. Chunki iste'molchilarda birla masala bor bo'lsa, bir endisi var. Aş endişinin hemen siz boynunuzga ilib etsiniz lan bo'ldi. Shadan shu zaman zakas tushirdi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bu kiyim-kechak kesib dunyoda eng ulug' kesib deb o'ylayman. Chunki odam tug'ilgandan tortib bilan tunji bo'lib iste'mol qiladigan narsa shu kiyim-kechak. Yashingizmi anda qig'ayishingiz qaraganda o'zingiz kichikkansiz. Men Şinjan Toyliq xalqaro savdo shakli shirkatininki qurg'uvchisi bo'laman. Bizning shirkat mukammal, nihoyat yaxshi bir bozor ochgan, Şinjanninki dangliq tovar markasiga erishgan. Abdunum rayonimizdagi birdan-bir dangliq marka. Mening o'zimning nurg'un tajribalari bor. Men sizni yetaklab mengib, kelgusida nihoyat yaxshi bir cho'lpini qilib yetishtirib chiqay. Mana. Rahmat muallim. Shuning bilan bir ayolchi kiyim-kechakni birlashib chiqarib olgangiz kelib ketib bor. Adasiz besatoyli mahmam muallim. Ayda qildi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men sizning ilgari do'yinda bir qancha qaytim uchratgan sizni. Shu vaqtlar o'ziga bo'lgan ishonchisini ko'rib shuna huzurlangan. Nurg'ullar ilqi numar ko'rsatgan vaqti bilan numar ko'rsatmagan holda o'xshamaydi-ku, ammo sizning 2 yil oltingiz shunda o'zingizga bo'lgan cho'ng menda siz ishindamda shunda bir narsa to'lib tashgan. Men eng bek ta'sir qilganingiz boshdan oxir shunda bir tabassum, shunda bir kulib turgan shu ro'ya oltingiz bilan bayam shu Jibotiyanda mal satgan shu ko'rinishingizni men bek huzurlandim sizdan. Ustozlarning hammasi dedi,
muvaffaqiyat qozonib bo'psiz, natija chiqarib bo'psiz deb. Lekin men o'ylayman, sizning hozir eng chong muvaffaqiyatingiz, eng chong natijangiz o'zingizga topgan ma'naviy jihatga ishonchingiz bilan mushta bir urg'ib turadigan kuchli ruhiy holatingizga. Lekin iqtisodiy jihatdan yana siz texi nurg'unlagan o'zingizning kuchli bo'lgan ixtisos egalarining yordam berishi, qo'llashi, ularning sizni yetaklashiga ehtiyojli deb qarayman. Bugungi bu sahna kelganingiz sizning bek to'g'ri tanlashingiz bo'pti. Rahmat. Bu yerga kelganingiz to'g'ri tanlash bo'pti deganlik men uchrab qoldingiz demakchi ya. Maqtash tegishli so'zdan men deb bo'ldi, men taymak ta'sir qildingiz. Hayotni ajoyib qizg'in so'ydi ekansiz. Mush tarafingizdan bek zo'qlandim. Har qanday qishni qisqingiz butun vujudimizdan kirishib turib qig'iningizdan jur'atlik, dadillik bilan har qanday qishga yuzlanaydiganingizni men taymak so'yindim, menga ta'sir qildingiz. Mal setishdimi menimcha to'salg'i yo'q ekan sizda. Mayli naq maydonda setan boydingiz. Hatto shen shangdan shen shaga Ekraldım xeridalarını yilli yo'q qilib deb bu men taymak muhim bo'lganlikdir. Buningga nutq iqtidori ketidi, buningga ta'sir qilish kuchi ketidi. Demak, shunday bir cho'ng ishni qiladigan ekansiz, menimcha pul elishdim sizda masala yo'qmikin deyman. Pul elish emas, kishining ko'nglini olalaydi ekansiz, ha? Shu programmamizning cho'lpini bo'lishini orzu qilamsiz. Nimaning cho'lpini? Shu programmadagi cho'lpon bo'lishini. Albatta, bu program cho'qim cho'lpin olma. Shundan niyat bilan keldingizmi? Mana. O'zim bo'lgan ishonch intayim kuchlikkan men his qildim. Demak, Sildim bu biz his qilib qo'ygan uni. Chiqqanini his qilib qo'ygan shundami? Men xotirjam bo'lib talashmayman. Sirab ketyapti-da. Baya shundan o'yildim-da. O'zi o'ylagan nurg'un narsalar bor-ku. Shunmaganda, masalan, o'zingizga men to'liq bo'lmadim deb siz bu tarafingizdan suyundim. Eng bo'lmagan asosi bor-da, boshqalarga ta'sir qila oladigan darajada bor-da. Nima uchun kelganda? Chempionlikni talashga kelganingizda intamak suyundim. Men chempion bekamroq, mening hozir qadar qilib kelgan eng cho'ng ishim 13 yildan buyon men izchil chempion tarbiyalab keldim. Har bir sohasining chempionlari. Har bir sohaning. Bütün musobaqalar chempion bo'lib kelayotgan. Mana. Demak, chempionlar qo'l tusish ekanmiz bugun. Hali talishib qolgan o'xshaysizlar-juma, mana. Shito'jingiz bu qilinglar. Chiroq yondirmi demadini. Endi har bir ustozga, shundaqla har bir cho'lpunimizga madaniyatning ta'sir qilgan taraflari o'xshamaydi-ku. Men bu abay deb o'tdim, menga bay ta'sir qilgani samimiylik bo'ldi-chu. Bugun mushu bir kichik misol orqali shu to'r qoidasiga diqqat qilmaganlik sababidan bir kechirimni mushu naq maydonda so'rayolganining o'zi madaniyatninki sapasının qanchalik ekanligidan, shundaqla samimiylik darajasining qanchalik ekanligidan derak berdi. Shunlashqa mening tavsiya qildiganim ekrandagi ko'rmanlarimiz to'r cho'lpon bulishga oldirayotgan yoshlarimizga, do'stlarimizga deydiganim shu. Har qanday vaqtda, har qanday ishni qanchaqda axloq o'lchimini unutib qolsak bo'lmaydi, samimiylikni unutib qolsak bo'lmaydi. Albatta, bu bizning programmamizningki, bizning shu do'stlarimizga yetkazmoqchi bo'lgan eng tubki nishoni. Endi ustozlar qani qaysirlar chiroq yondirsizlarkin? Men xo'shib ketdim. Chaqirata. Mana agarchi mala yandurmagan bo'lsa, Keremjon ikkimiz maslahatlashib qo'ygan. Bo'ldi, mayoqqa kelibla san'atkor qilib bitayli. Qog'inni yangiz qo'shimcha qilaylik debchi. Telefondan chirqini olsam yandırıp qo'ymasdingiz. Men sizning shu qitimliq programmamizning chempion bo'lishingizga bek umid qildim. Bu mening samimiy Men cho'qim tirishman shuni qarab, cho'qim tirishman. Chempion bo'lsangiz ta'sir qilish kuchingiz ajoyib ochadi. Baydadangiz bilan ta'sir qilish kuchini oshig'im bor deb. Birdan bir usul shu sondagi chempionlikni qo'lga keltirish. Men izchil chempionlikni qo'ldan bermay kelyapman. Amaliy kuchim bilan chempionlarni tarbiyalab kelyapman hozirga qadar. Sizning bu sahna chempion bo'lishingizga yordam berib qolmasdan, sizning aşıq pulga amroq orzuyingizni amalga oshirishga yordam bera olayman. Ham sizga shunday cho'ng sahnam tayyor. Qanday qilamiz endi bu ishni? Nurmamat Men sizga ikki jihatdan yordam bera olaman. Birinchisi, mana men kiyim-kechakcha miran kiyimlarini qilgan. Siz ayol kiyim-kechakni qildi ekansiz-ku. Hozir qadar shuni eng yaxshi ko'rdi ekansiz. Ajatdan siz o'ylaganingizdan cho'ngroq yordam qila olaman. Chunki men allabirun bu yo'l menib bo'lgan. Siz 10 yilda menishingizda o'rni yo'q. Ikkinchidan yetaklash. Qancha nochilab ketang. Yani siz bir yetekchiga ehtiyojli. Baliq yo'lni mana men paqqa. Iglikdan tiklab paqqa. Hozir 39-40 ga yaqinlab qoldim.
Bu siznikidek hissiyatda, siznikidek yöli, jingli desa hammasini men bakka. To'g'ri. Shuni hammasini qisqartib qo'yib sizdan nurg'un vaqtingizni tejab beraman. Unda bo'lsa, endi tanlash madaniyatni qaldi. Madaniyat qaysilarni tanlaydi ekan? Yurgunlarning so'qishini bilgim kelyapti. Ha, Hammasini talsam bo'lmamdi. attım, unda qilolmaydi. Faqat bir ustozni tanlash kerak. 5, 4, 3, 2. To'xtam, boshdan sanayman. Qayerdan sanayman? Acha to'xtam. Hech qaysi chidamayapsiz. Ha. Mana ikkimizni unutib ketdingiz. Madaniyat. Abla. O'xshash orzudagilar bir yerga kelsa, g'alaba qilishi texmi tez bo'ldi. Bizda o'rtoqlik nihoyat ko'pga unutib qolmang. O'zingiz belgilang. Madaniyat. Amis men ma'lum tasvirlab beray. Ha, bo'ldi. Men ko'zli kiyimga bakamroq. Ko'zli kiyimga bekamroq deydi. Muborak olsun. Hadijani tanladi bir quchoqlashib o'tamiz. Rahmat. Quchoqlab bilan tabriklaydilar. Kostyumni mu ko'zda kiygan. Muborak olsun, tabriklaymiz. Tabriklaymiz, rahmat madaniyat. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alkışıga erişken fancy tibbi asraş buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abida tabi mineral suyu programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Huzur tögüstü paraşugi, huzur tögüstü etkençi, huzur öşküstü etkençiğini işlep çıkargan Ürümçi Hayat Şirketi programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Şinjan Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi programımızın işleşini öz üstüge algan. Eng kasbi bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fenshing Madaniyat Tarqitish Şirketi bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Endi sahnimizga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. Mikrofon, sahna mening sirdishim. Ular mening hayotimning melodiyasiga ritm solgan. Eng dastlabki arzu armonlarimning amalga oshishiga turtki bo'lgan. Men riyosatchi Güzel Tursun. Siz ko'rayotgan har bir qisqa video, har bir unda nurg'un ma'no ham sir bor. Hayotimning men qilgan sinoqlarda men sirdishim bo'lgan mikrofondan, sahnadan ayrilib qoldim. Darajadan tashqari to'r cho'ponlar orqali qaytadan sahnaga qaytib, qo'limga mikrofonni oldim. Men bu yerga yangidan atlanish uchun keldim. Ekran oldi ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Navbat ko'rayotganinglar Nuri Naq maydon xabarlari programmasi. Men riyosatchi do'stlar Güzel Tursun. Men hozir diyarimiz bo'yicha tunji bo'lib yo'l qo'yilgan o'z xasligi orqali har qaysi to'r suplarida alaylikini joriy qildirib kelayotgan har millat to'r cho'lponlarini bir yerga jam qilib, ularning to'rdagi alaylikini naq maydondagi qobiliyatli ustozlarning ko'rsatmalari orqali texim yaxshi joriy qildirish uchun yo'l ko'rsatib beradigan darajadan tashqari to'r cho'lponlari programımızda suratga olish naq maydondan sizlarga xabar beryapman. Aldı bilan bizning ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga salomimizni yetkazib o'tamsiz. Naq maydondagi hurmatli ustozlar, el suygan cho'lponlar, shunaqla ekran oldidagi ko'rmanlar, men Güzel Tursundan hammanglarga mehrlik salom. Riyosatchilikni shunchalik yaxshi ko'ramsiz. Ajoyib yaxshi ko'ramsiz. O'zim mush kasbda o'qigan emasman ilgari. Ilgari bir qancha programmalarga, mayli televiziya programmasi bo'lsin, mayli radioniki naq maydon anglatish programmasi tahrirlik bo'lsin va yoki bo'lmasa bevosita aqtish to'r programmalar bo'lsin, shularga riyosatchilik qilgandim. Endi mushu 1-2 yil mobaynida umumyuzlik yuzlanayotgan mushu savdo kasbiga atlanib qoldim. Onundan beri riyosatchilik ishlari bilan shug'ullandim. Ammo siz to'r dunyosi bilan hamda qanday uchrashdingiz? To'r dunyosi bilan uchrashqili uzun bo'lmadi. Bo'lib bu do'yin, qo'shiq qatorliqlar bilan. Chunki bu programmamizga kelishdagi maqsadmi biz shu sizning pintozingizning sonini ko'paytirib beramiz. Undan keyin nishoningizni belgilab berishga balkim yordami tegib qoldi. Yaraysiz endi bizning ustozlarimiz nima deydi ekan xosiyatida? Ma sahnaga chiqqan qiyofatingiz bu kasbiymidu? Desem hakikaten kasbi ekansiz, riyosatchilikka xeli pishib qolibsiz. Aniki men bir kamchiligingizni deb beray. So'zlaringiz, chiroyingiz, siz o'zingiz aslan shu riyosatchining materiali ekansiz. To'g'ri, ha. Chunki riyosatchi degan oldi bilan sahnada boshqalarga oldi bilan gap qilishdan burun o'zimizning qiyofatni ko'rsatamiz. Sizda bu qiyofat bor ekan, o'zingiz bek chiroyli, lekin sahnadagi turish, sahnada gap qilayotganda balkim tamtirash bo'lgandi, lekin sizning tamtirginingiz bugun
Meningcha toz to'g'ri bo'lmabdi. Siz o'zingiz shunday yaxshi bir material ekansiz, uning ustiga ma to'r endi qadam qo'yibsiz. Buningdan keyin siz endi meningcha mustaqil kelishdagi maqsadingiz buningdan keyin ham shu sohadmi bili taraqqiy qilmoqchi shundaqmi? Unda bo'lsa sizningki mushu riyosatchilikdagi aloyligingizni biroq ashaga akirsangiz cho'qim meningcha bu boshqalardan odatdagi normal o'yin o'ynaganlardan siz bek tez suratda taraqqiy qilsiz. Shunlashqa siz mau qiyofatni bo'libmi sahnadagi qiyofatga alohida ahamiyat berasiz. Endi ikkinchi bosqichga qadam qo'yamiz. Ekranga diqqat qiling. Ya'ni oltin elementlik ichimlik Qin Yuan Su Ying. Başladık 3-2-1. Bugungi Jibojiyanim qadam tashib qilgan barcha do'stlar, hammalarni qizg'in qarshi olaman. Oldi bilan bugungi mushu bevosita ko'rsatishimni har qaysi do'stlaringizga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Undoq bo'lsa bu nima degan vaqtda bugun sizlarga men alohida bir mahsulot tanishtirmoqchi. Bu mahsulotning ismini deb bo'g'ishlasizlar, "Mushdan bir mahsulot bormi?" deb hayron qilishinglar mumkin. Undoq bo'lsa bu mahsulot sizlarda qaysi mahsulotdir? Dang 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 dang. Mana qaranglar, sirtqi o'ralmasi, ya'ni qiypidan boshlab shunchalik govdan isil laylangan sap oltin asos ham material qilib undan boshqa odamga qalampur, amila, qaqila qatorliq tabiiy o'simlik javharlardan foydalanib hech qanday ximiyalik tarkib qatmay o'z qo'limizda Xotanda yasab chiqqan sap Uyg'ur tibobat mahsuloti oltin ilmint ichimligi. Altın element ichimlikki degandan keyin asos tarkibiy oltin degandan keyin oltinni 3 yil bo'landigandi deb o'ylayotgan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. 30 yoshdan oshgan ko'pincha do'stlarimiz bilishi mumkin. Odatda mush kichik buvoqlarimiz tug'ilib 40 kundan oshganda 40-chi qirmiz deb oltin suyida yuydi. Ko'pincha kishilarimiz burun qizlar bo'lsa oldi ochiq bo'ldi deydi. Uning balkim ilmiy asosi oltinning terini tegidan suzuldirish. Qani endi bizning ustozlarimiz nima deyotgan anglab baqaylik, güzeldir. Ma Güzelnur hozir ma mahsulot tunishtirgan vaqtida dastlabda azroq vaqtni sarf qilib etdi. Endi jibodiga vaqt kanriga o'chada o'zi yaxshi kontrol qilib mangalaydi. Endi hozir bayatim dedi, Güzelnurda 2600 dan ortiqroq finsisi bor ki, egesh kuchlari bor ki. Güzelnurmo herkes finsisimni ko'paytiraman deb yomon taqazzo olib ketib, ya 10 mingdan ya 20 mingga chiqqan, endi qilaman demay jiboni boshlaversangiz bo'ldi sanlar. 5 adam ko'ramdi, 10 adam ko'ramdi, bu allı burun cho'ng bir sanspir bu. Önüdarda masatqa vaqtimizda shu bir odamga ayirib qanda paran qilamiz. Ammo 5 adam, 10 adam azma, hergiz az emas. Bu jibo qilgan siri, izchillik bo'lgan siri, aslında finsizlaringiz bu o'zigidan ko'payib maqdi. Setiş kesbide tilimiz ravan bopla qalmay, biz egizimiz açqan şu tuncu sözümüzden başlap en ahırgıçlık boğan jarayanda mesatni xeyrdalağa asan serip çıqırışımız üçün sözleyimiz. Muşun məqsəd bacı. Şuna en mühim boğan qismini, xeydalağa anlaşqa en ihtiyaclı qismini avval desek pek yaxşı. Bunun bugünrek vaqt qıs boğan əhvalasıda. Muşun məqsəd beni sağ düşünüp bulamadım altın içimligini çö. Ben manlap ismini beyran kaldım. Bir qanday içimlikdi. Mesela içip baksam bulamdıgandı. İstem mağnayım faydası vardı degen oylagandım. Biroq men cevabı tek erişemedim. Çünkü muşundaq istemalçıga ep keldigan bevosita faydasını menfaatini çoqum avval deb etishimiz kerak. Muhim o'rin qo'yishimiz kerak. Menimcha necha yil kasbiy holatda o'rgangan odam bugun butun o'zingizni qo'yib yetib chiqqan bo'lsangiz biz texnik huzurlangan bo'lardik. Endi lekin sizning eng cho'ng aloyidligingiz, men eng bek ta'sir qilganingiz tiliniz bekli ravan bo'lib qolmasdan tushuntirish jarayoningizning bek yaxshi. Sizning vaqtingizning yetmay qolishi ko'pchilik yaxshimisizlar bugun men palani, mening jibojinim kelganlarni qarshi olma degandek bir qism asl demaslik tegishli gaplarni deganligingiz uchun eng yadroliq mazmunni deyolmay qoldingiz. Bu sandilik biz mol setish bosqichiga o'tgan vaqtimiz allaburun yaxshimisiz xush keldingiz degan bosqichdan o'tib ketgan bo'lgan ekan. Mushu 90 sekund vaqtni ching tutish uchun bevosita mol setishga kirib ketsa menimcha yadroliq markazni tushirib qo'ya olmaydi. Siz kiyim-kechakdan boshqa teri asrash mahsulotini yaxshi emaskansiz. Yana o'zingizni aytib chiroyli, obrazingizni aytib yaxshi, tilingizni aytib ravan, teringizni aytib ching. Shuning uchun agar teri asrash mahsuloti sotsangizmi, cho'qim tez taraqqiy qila olasiz. Mushu sahnaga kelganingizning o'zi bir to'g'ri tanlash bo'pti. Buningdan keyin bizning mushu programmamizning maxsus xodimlari sizni maxsus qanday qilib finsi to'plash to'g'risida tarbiyalash elib bordi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustozlar. Unda bo'lsa endi chiroq yondiradigan bosqichimizga qadam qo'ydik. 4 ustoz, qaysinglar
Güzel Nurni özüңларның группасыга кіргізіп тәрбиеләшти. Қалайсызлар? Nurmamet muallim tanışsam. Nurmehmet mübarek olsun. Nurmehmet sizin tanıdı. Güzel Nur. Ketib qoldi hozir o'shidan ketib qoldi. Rahmat. Güzel Nur bir allabırın bir asasını sep bolğançı Doğru, bizge. ha. To'g'ri yo'nalishni belgilab qo'ysak, bu ketaverdi aldığa. Mush nimadan yangandan keyin programmaldi. Biz alayda yediyi birma-bir tarbiyaleymiz. Hem şu Chauji Wanhong darajadan tashqarimish to'rt cho'lpanlar emish programmaning kimi maqsad tarbiyalash guruhlari bor. Shularni birlashtirib sistemli holatda tarbiyalash olib boramiz. Keyin qitimliqda biz o'xshamagan Güzel Nurni ko'rganimizda, ha? Albatta shunday bo'ladi. Bo'ldi. Unda bo'lsa taqazamiz. Kadrimdin yo'qotmay qimmat men yaxshi yashayotman. Bucu qara dərəcədən təşqiri çolpanlar qatnışıdığan proqramıga, ma proqramı qatnışıb çıraylığa Ya nam çıqamsam o pul tepişten gibi qotasın ya da. Men bago aşkınam çıkıp lago utlum şunda al qarapago. Leyla çisaysa beymen so medapeci jomacı lazım ya men bir çokon akro tafan ve sanfatan leyla ya müyücü xınramızı şaxsam lago bir dem başkanam bir emin kılıq sozlar kütüdü. Ekran aldırıcı qadrli görmənlər, tordaşlar. Dərəcədən təşqiri tor çolpanları proqramımızın bu sani yumuşaya da yaxlaşdı. Kingsan proqramımızda yəni qaysı tor